alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yani Allah Teala'da tavfiki bilan 22 komandanın içinde dünyada ikinci hurmat edilgan. Elhamdülillah. Elhamdülillah nelerçi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Xudo olasa yaxshi zo'r o'ynab berdilar. Shu zo'r o'ynaganlar uchun sizlarga medallar sovg'a qilyapti. Birinchi kapitanlardan boshlasak, Huzayn. Bismillah. Yaxshi o'rinlar bolalarga kelsin. Huzayn. Futbol bo'yicha 11 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida tahfiz darslarida Qur'on yodlayotgan bolalar o'rtasida bo'ldi bu futbol musobaqasi, futzal musobaqasi. Orol jamiyasi, Hazrati Bilol jamiyasi tahfiz talabalari 2-o'rinda olishdi. Darvozabonimiz Kelom aka oldi bugun darsimizga. Medalni yetkazamiz inshaalloh. Hadi zo'r o'ynadi maşallah. Bu boshlar bu YouTube faqat sizlarniki emas. Yoki jami masjidda o'qiyotgan Maşallah. Zo'r bo'ldi mana. Futzal bo'yicha. Shu orasida kesib berib qo'yamiz.